Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Sherozov kanali. Bugun sizlar bilan yana videomiz. Bugun bizlar yana ferma hayotidan boshlasak ham bo'ladi. Endi hayotda shu narsada qo'shni yangi mashina olibdimi? Mashina axir bugun mashina kalaysa keladigan kun. Lekin do'stlar buni intiqlik bilan kutdim, lekin afsuski ular olishiga pulim yo'q. Lekin juda chiroyli ekan mashinalar. Yana hosilim pishib qolibdi, aynib ketmasin tezsiz yig'ishtiraman. Bali. Tezlik bilan yig'ishtirish bu. Yana ularni yig'ishtirib, yaxshilab qilib, unga siz kanalimga obuna va like bosishni esdan chiqarmaysiz. Qachon men ham yaxshi ekanman. Qanchalarga o'xshab qaytib mashina olib kredit olsam bo'larkan. Lekin hammasi mer bitta meni ayblaydi, chunki bobom meni kredit olib ketgan. Hozir merga bozorga chiqib sotgan nonimni pulini berishim kerak. Kartoshka tushganini aynib ketibdi ham. O'ljinusan, nima bu qol? Aynib ketibdi ham. Qachon men ham ko'tarar ekanman. Ertangacha pishib qolsa kerak, yo 2 kundan keyin pishadi kerak, bo'lar. Mana shuni yaxshi bo'lganda olsam bo'ladi do'stlar. Endi kartoshkalar ekanmiz. Chunki kartoshka larda endi bular kartoshka sotmayman. Sabzi ekishim kerak edi. Endi biz kartoshka ekmaymiz. Endi kartoshkalar sotmaymiz demoqchiyim. Endi chunki bilib turibsizlar, endi kuz kelyapti. Endi haqiqatda kuz kelayotgan bo'lmasa ham, lekin bizning hayotda, Minecraft hayotda kuz kelyapti. Endi esa bularni nonlar sotsak bo'ladi. Issiqqina nonlarimiz o'zimizning do'konchamiz sotsak bo'ladi. Uni oldi aytgancha merga pulni berib qo'ying. o'n bitta adashib ketibman. Doim shu merga pul berishim kerak, chunki yer, uy. Lekin boshqa qishloqlarda unday emas. Senga o'xshab pul so'ramaydi. Bir qishloqda mana 13-qishloq mana shu bo'lsa, 21-qishloqda unaqa emas. Mana mer yo'q ekan, lekin aytib qo'ying. Mer bo'lsa ham hozir taqalatib kirmaganga janjal qiladi, chunki men taqalatib kirmayman. Agar mer bilsa, lekin qo'l tashib ketibman mer uyda yo'q ekan. Endi esa hozircha men kanallarım hani do'konchani sotaman, lekin bu do'koncha unchalik yaxshi bo'lmasa ham, lekin yaxshigina sotsa bo'ladi. Yomg'irda turmagandan ko'ra, lekin tepalar yopilmagan hali. Lekin mana shu budgacha ham bo'ladi, tepalar yopish. Hali yomg'ir yog'mabdi. Ko'ringlar, mana issiqqina nonlar, issiqqina hozir fermadan uzilib chiqqan shiringina ishib chiqqan kulchalar nonlar kelib qo'yinglar, olib qo'yinglar. Hozirgina pishgan nonlar, shiringina. Juda shiringina, hozirgina pishgan, hozirgina isitilgan. Kelib qo'yinglar, olib qo'yinglar. Olmaganlar darmonda, olganlar armonda. Endi esa bular sotishim kerak. Ancha ketadi ular sotishimga. Chunki ko'p vaqtdan beri anaqa bo'lyapti. Odam kelmayapti, chunki qishloqda odam kam. Uning uchun menimcha ozgina kutish kerak, ungacha sal pishib. Va nihoyat sotib bo'ldim. Do'stlar, bunga ancha vaqt ketdi, lekin men videoni qazmadim. Shuning uchun endi uyga borib boyadan beri bo'ynim og'rib, bo'yinlarim. Lekin baribir ham anaqa kartoshkalar ham solib qo'yay. Keyingi safar biror narsa qilib yeyman. Biror narsa ham qilib qo'ymaydi. Endi derazadan kutib bir qishloqda aynab kelmaymiz.
Chunki nimaga deganda men hozir havo almashtirib chiqmasam bo'lmaydi. Jinursin havo almashtirish keyinga tashlaymiz. Qishloqda hozir yurib ham bo'lmaydi. Chunki hozir 22-qishloqdan zombilar 13-qishloqqa o'tib ketganda, hozir 14-qishloqdan kelyapti asosda. Kechga zombilar to'lib ketar ekan. Endi esa pichimizni olsammi? Chunki bo'ynam og'rib ketdi. O'zim qip-qizilgina adyolcham bor. Ana shuni o'raman, zaqib yotaman. Yotib oldim. Yam. Ana boshlandi, kech tushdi. Endi yomon qiladi zombilar. Jinasi endi zombilar qishloqlar o'ldirib boshlayapti. Ko'chada yurma, qara, seni o'ldiryapti. Bular tushunmaydi-da, bekor gapirish buni. Ular gapirish nihoya. Endi siz haqiqatdan uxlamasam bo'lmaydi, chunki endi uyqum kelarmikan. Ko'zim sal bilinyapti, lekin uxlashga harakat qilaman. Nima bo'ldi? Ertalabdan toza havo yoqdi. Qani zombi idiga kirib dadarasini chiqarib turgan. Menga xat kelibdimi? Anchadan beri xat kelgan qani? Beros, o'g'lim, senga bitta narsa tashlab ketdim. Quduqni tagiga qara. Kim menga meros qoldirgan? Qoching. O'ylash kerak, o'tir. Mening axir meni bobom bor ekan. Bobom meros qoldirgan. Quduqning tagini qara debdi. Endi quduqqa tushim qolib, hamma ustiga kulgu. Baribir ansuvni kimlardir icharku. Amali. Lekin tushim kelmayapti, ertalabdan yoqmayapti. Ay bo'lmasa betimni yuvib rohat, jon rohati. Betimni yuvib, endi badan tarbiya qilib qo'y. Terlash kerak. Quduq suvi barimizni. Hech bir quduqqa qaramabman endi, yorug'lik tushyapti-ku. Amali, jomiz. Hozir Jersin. Bu quduq. Hozir o'lib olasiz, lekin shu sandiq uchun men shu yerga keldim. Nima bo'ldi? Men o'lib qoldimmi? Nima tushimmi shuncha? Ko'zimni artib olish kerak. Yo'q, bu tushunmas. Ko'rasin, o'ngimda oltin. Bobojon, sizga rahmat. Endi men boyman, lekin böyle yana chiqqan sal dam olay. Lekin do'stlar, bobom shuncha pul qayerdan olgan ekan? Balkim krediti bo'lsa kerak. Mayli, bo'lmagan narsa. Men bobom kredit ekan, bobom to'laydi. Endi esa bir chiqib qoldi. Yordam edinglar, cho'kib. Bega almasni blok qo'ydim. Hozir hamma hayron qoladi. Voy, bunda almas bor ekan. Kerak bo'lsa kimni qazib olsam, men pul bilan mashinaga ketdim. Qachondan beri bu meni orzulaydi. Voy, mana shu qizil mashinaga havas qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, nima kerak? Mana qizil mashinalar hech pul turadi. Shunda almas. Bir stak degani. Tushunasizmi? Men Minecraft'er bo'lib ketganman, mana. Olsangiz bo'ladi, mana. Pastga tushibman. Baram bedroqda o'g'lasi pastga tushib ketdi. Juda ajoyib.
Oh. Tezliğe geldi. Dostlar mağaza yeni yanımda şokla şeydim ikinci şokla yanımda sanırım. Çocukların bu bir attı. Dia koncuringnya kayak ini masih zimbarlık koyamaz. Yani işlerden yol koyup bir amalap do'stlar endi cho'tkicha maoshidan bor meni ham endi ajoyib niyatlarim bor endi uyda ham yangilash lekin bundan oldin sizlar bilan xayrlashishim kerak do'stlar videomiz ham shu joyda tugashi kerak sizlarga bitta narsa videoga like va obuna bosishni esdan chiqarmaymiz shunda ko'proq videolar ko'proq chiqadi hammaga xayr do'stlar kanalga obuna va like bosishni esdan chiqarmaymiz